Dasturimiz davom etadi. Tibbiyotning neyroxirurgiya yo'nalishi o'ta aniqlik va katta mas'uliyat talab etiladigan, malakali mutaxassislar ishtirokida amalga oshiriladigan amaliyotlardan biri. Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'tkazilgan ilmiy amaliy seminarda esa sohaga oid qator masalalar va shifokorlar tajribasiga alohida urg'u qaratildi. Respublikamizning yetuk neyroxirurglari Buxoroda jam bo'ldi. Maqsad neyroxirurgiya dolzarb muammolari va ularning yechimiga qaratildi. Neyroxirurgik kasalliklar bosh miya, orqa miya va periferik asab tizimining turli patologiyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu kasalliklar tug'ma nuqsonlar, shikastlanishlar, o'smalar, qon tomir kasalliklari yoki degenerativ jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Tadbir davomida zamonaviy diagnostika va davolash usullari muhokama qilinib, mutaxassislar o'rtasida tajriba almashildi. Bu konferensiyadan maqsad Buxoro viloyatida yangi texnologik operatsiyalarni joriy etish. Bugunda Toshkent Respublika neyroxirurgiya ilm markazidan o'ndan ortiq neyroxirurg professorlarimiz qatnashyaptilar ma'ruzalar bilan. Ma'ruzadan keyin bizda 3 ta operatsiyaga tayyorlangan bemorimiz bor, master klass. Undan keyin bemorlarning ko'rigi bepul ravishda o'tkaziladi. Neyroxirurgiya dolzarb muammolari va ularning yechimiga bag'ishlangan ilmiy amaliy seminar bosh miya qon tomir kasalliklari, bosh va orqa miya o'smalari, umurtqa pog'onasi kasalliklari hamda bolalar neyroxirurgiyasiga oid dolzarb bilimlarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.